Farruh Soipovning qiyofadoshiga turmushga chiqqan va AQShga ko'chib ketgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda. O'zbek kino olamida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan, ammo ijodining eng cho'qqisida san'atni tark etgan aktrisa Gulchehra Eshonqulova bu yil 45 yoshni qarshiladi. Shu munosabat bilan uning hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Gulchehra Eshonqulova 1981-yil 20-iyunda Tojikistonning Dushanbe shahrida tug'ilgan. Oilada to'ng'ich farzand bo'lib, bitta singlisi va ukasi bor. Gulchehraning yoshligi Qashqadaryo viloyatidagi Shahrisabz shahrida o'tgan. U yoshligida boshlovchi bo'lishga qiziqqan. Shu sababli o'rta maktabni tugatganidan so'ng ushbu sohada o'qish uchun Toshkent shahriga kelib, san'at oliygohiga o'qishga topshirgan. Ammo ba'zi sabablarga ko'ra imtihonlar tugamasdan uyga qaytishga majbur bo'lgan. Gulchehra keyingi yil xuddi shu oliygohning aktyorlik yo'nalishiga o'qishga kirib, muvaffaqiyatli tamomlagan. Aktrisa filmlardagi faoliyatini 2005-yilda Bahrom Yoqubov tomonidan suratga olingan Fotima va Zuhra filmidagi Fotima rolini o'ynash orqali boshlagan. Aynan shu rol Gulchehraga katta mashhurlik keltirgan va xalqqa tanitgan. 2007-yilda esa Panoh filmida suratga tushgan. Gulchehra Eshonqulova faoliyati davomida Armon, Feride, Shabnam, Janob hech kim, Aday Mastada, So'nggi lahza, Keragimsan, Qabrdan qaytgan umr, Qasos va Faryod 2 kabi o'nlab filmlarda turli xil rollarni ijro etgan. Aktrisa O'zbek telefilm kinostudiyasi tomonidan suratga olingan Mehmonxona serialida ham suratga tushgan. Serial 2015-yilda efirga uzatilgan. Mehmonxonalarda chet ellik mehmonlar ko'p bo'lganligi uchun serialning yarmi ingliz tilida olingan. Buning uchun aktyorlar, jumladan Gulchehra Eshonqulova ham ingliz tilini o'rganishga to'g'ri kelgan. Nikoh bilan bog'langan sevgi tarixi. Gulchehra Eshonqulova 33 yoshida ko'ngliga mos juftini uchratgan. U turmush o'rtog'i Sharof Sharopov bilan 2014-yil ilk marta tanishgan. Shu tariqa Gulchehra va Sharof bir-birlariga ko'ngil qo'yib, 2015-yilning 30-may sanasida shar'iy va qonuniy nikohdan o'tganini ma'lum qilgan. Sharof Sharopov Gulchehradan 13 yoshga kichik bo'lsa-da, bu yosh farqi ularning sevgisiga to'sqinlik qila olmagan. Juftlik turmush qurgach, Turkiyaga ko'chib ketgan. O'sha yerda Gulchehra Eshonqulova Istanbul oliygohining til markazini tamomlagan. U turmushga chiqqach, san'at sohasidan uzoqlashgan. Turkiyada bir muddat yashagan juftlik o'sha yerda o'g'il farzandli bo'lgan va unga Amirbek deb ism qo'yishgan. Shundan so'ng ular Toshkentga qaytib kelishgan. Amerikaga ko'chib ketish sababi. Gulchehra Eshonqulova intervyulardan birida nima sabab Amerikaga ko'chib ketgan haqida aytib bergan. Amerikaga ketish hayolimizda ham bo'lmagan. Turkiyadan ketib O'zbekistonga borganimizda o'g'limiz Amirbek tinimsiz kasal bo'la boshladi. O'zbekistonda 6 oy turgan bo'lsak, o'g'limning kasaldan bosh chiqmadi. Dorixonadan paket dori tashirdik, lekin shamollash ketmasdi. Xullas, qaynotam Amerikada bo'lgani uchun biz ham shu yerga keldik. Kelgan kunimiz yomg'irli havo edi. O'sha kunning o'zidayoq o'g'limizning burun oqishlari to'xtadi. Men ishlab o'qib yurganimda 3 marta Amerika vizasini olganman. Birinchi marta Amerikada aylanib ketish istagida viza ham, samolyot chiptasini ham sotib oldim. Shunda otdan yiqilib 10 kun yotib qolganman. Alloh borishimni xohlamagan. O'shanda palatada yotib, Amerikada tabiiy ofat bo'lganini, reyslar bekor qilingan haqida xabarlarni ko'rganman. Alloh meni tabiiy ofatdan himoya qilib, meni otdan yiqitib qo'yganini anglaganman, degan edi aktrisa. Juftlik 2018-yilda Nyu-Yorkda qiz farzandli bo'lishgan. Aktrisa qizi Sumayyani 37 yoshda dunyoga keltirgan. Hozirda Sharof Amerikada o'z hunari bo'yicha sartaroshlik qiladi. Gulchehra Eshonqulova esa farzandlar tarbiyasi bilan band.